Mana top yo'qoldi top. Hech qachon men komandamda o'ynamaydi. O'ris deyish mumkin emas. Ketalarim Tomi Hilfiger o'shaning uchun дальше не буду делать, чтобы не испортить. Speaker deydi, usul tilni pasaytirib qo'yish ilojisi yo'q. Ne? Внимательно, Шахов, внимательно, длинная пойдет сейчас. Браво, Мура, браво! Подойди сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас смотри, они будут грузить постоянно. Вот последний защитник bilan qolib ketyapti. Biza har doim liniyani mana qopqonni. Polе, bu sudya hozir. Hammaga salom, hurmatli do'stlar, futbol ixlosmandlari. Bugun YouTube media jamoasi va Gulobod Brighton jamoasi o'rtoqlik uchrashuvini olib boradi. Men sizlarga xullas kommentariy qilaman, yana kommentator bo'laman. Qaysidir jamoa g'alaba qozonadigan bo'lsa, o'sha jamoaga iftorlayman. Go! Hammaga assalomu alaykum, hurmatli futbol ixlosmandlari. Bugun ajoyib o'yin, ya'ni YouTube media jamoasi bilan Gulobod Brighton o'zini o'rtoqlik uchrashuvini olib boradi, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan hozir takoy valyajni derski o'yinni guvohi bo'lamiz. Biz o'yinni boshladik. Hammaga xush kayfiyat tilaymiz va yoqimli tomosha. Go! Juda ham ajoyib o'yin bo'ladi. Xo'p, xullas 21-mart o'yin boshlandi, hurmatli do'stlar. YouTube jamoasi o'yinni boshladi. Mana hozir Kante degan o'yinchi qariyaga to'p uzatdi. Tezkorlik bilan mana hozir Brighton jamoasi ham bir-biriga qo'l siltashlar orqali bir-biriga signallar berishyapti. Mana boshlandi, pressing boshlandi YouTube jamoasidan. Kante uzatdi, Bunyod mana ketdik. Aha, bo'ldi. Afsuski to'p Brighton jamoasida edi, lekin outga chiqib ketdi. Mana o'yin boshlandi, endi hurmatli do'stlar. Brighton jamoasi ham juda ham tezkor jamoalardan biri, chunki nechtadir o'yinchisi professional ligalarda o'z faoliyatini yurg'izadi. Garish. Bunyod hujumga, ya'ni YouTube jamoasi hujumni boshladi, hurmatli do'stlar. Ko'pni yo'qotmadik va mana davom etyapti. Hop. O'yin sal bardakroq bo'lyapti, lekin yaxshi bo'lyapti, hurmatli do'stlar. Qariya. Hop, asl hujumga to'p. Kimdir hujum qilyapti va yo'q, hurmatli o'rtoqlar, YouTube jamoasi ikkinchi hujumni ham kakanya qildi. Davom ettiramiz, hurmatli do'stlar. To'p albatta Brighton Gulobod jamoasida. Juda ham progressiv o'yin bo'lyapti. Xullas, menimcha do'stlar, hujum Kante'da to'p va Yasinda to'p yo'qoldi. Bunyodda to'p, hurmatli do'stlar. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Hop, to'p kimdaligini ko'rmayapman, chunki sal qorong'i o'rtoqlar.
Hop. To'p yutu jamoasida Kante'da to'p nimadirlar bo'lyapti. Davom ettiramiz. Hech qanaqa foul bo'lmadi. Ketdi. Sudya menimcha so'qir bo'lsa kerak. Ko'ramiz nima bo'lganini. Chiroyli o'yin ko'rsatamiz, agressiyasiz albatta. Xullas, raqib jamoa juda ham katta nastroyda kelgan. Ya'ni bir nechta pro ligalarda o'ynaydigan o'yinchilar bilan kelgan. Yorvoramiz, yirtvoramiz deb endi albatta hammasini ko'ramiz. Hammasi albatta o'yinda jo bo'ladi, hamma narsa. Katta va'dalarni menimcha bergan o'yinchilarni va komandalarni ko'rganmiz. Oxiri qanaqa bo'lganligini albatta barcha komandalarga bizni omad tilab qolamiz. Gol! Yutu jamoasi birinchi golni urdi, hurmatli do'stlar. Media jamoa, ya'ni Yutu jamoasi birinchi golni urdi, hurmatli do'stlar. Hisob 1-0 Yutu jamoasi va Gulobod Brighton jamoasiga qarshi o'yin davom etyapti. Gulobod Brighton jamoasi to'pni o'yinga kiritdi. Hozirda to'p Brighton jamoasida, hurmatli do'stlar. Qarshi hujumni uyushtirishyapti. Balkim Atletiga hozir gol urib qo'yishi mumkin, hurmatli do'stlar. Lekin ko'p yo'qotilindi. To'p Yutu jamoasida. Ya, unaqa narsalar bo'lmasin. Xo'p, hurmatli do'stlar, hech kimni aytib buyurmaymiz. Bu albatta o'yin, g'alaba va mag'lubiyat doimo yonma-yon yuradi. Shunga chiroyli, faqat chiroyli o'yin ko'rsatish uchun va ayniqsa Ramazon kunlarida 21-mart soat 21:33 juda ham chiroyli o'yin bo'lyapti. Hisob albatta 1-0. Hisob 1-0. To'p Yutu media jamoasida. Xo'p, xavfli vaziyat bo'lib qolishi mumkin, hurmatli do'stlar. Yo'q, to'p yo'qotilindi, yo'q. Yutu mediasida jamoa ko'p, yo'q. To'p Yutu media jamoasida. To'p qariyada, hurmatli, to'p Yasinda, yana qariyada. To'p Gulobod Brighton jamoasida. To'p yo'qotilindi, out ishlandi. Yana out ishlari Yutu jamoa. Hozir endi sekin yana pressing qilib Gulobod Brighton jamoasiga to'p o'tib ketishi mumkin. Yo'q, yana Yutu jamoasi out ishladi. Albatta himoyachilar juda ham chiroyli o'yin ko'rsatyapti, hurmatli do'stlar. Professional jamoalarda o'ynaydigan bolalar bor, bu yerda ko'pchilik o'yinchilar albatta professional va lyubitelskiy havaskor futbol jamoalarida qatnashgan va o'sha faoliyatini yurg'izgan, hurmatli do'stlar. Biz hozir Do'stlik futbol klubini stadionidamiz, ya'ni bu yerda akademiyasi bor ekan. Chiroyli o'yin, o'rtoqlar, chiroyli o'yin. Bir-biriga uzatib, bizning terma jamoa shunaqa bir-biriga uzatib o'ynasa, ko'p nima deydi, ko'p o'yinlarni yutib ketish imkoniyati bor. Zo'r joyda oldinga tushdi, davay, sudyaning yuzini. Yaqinlashib, kir ichiga, kir, yuzini ol. O'yin qoidasi buzildi. O'yin qoidasini Yutu jamoasi buzdi, lekin men trenerlar ogohlantirgan, chiroyli o'yin ko'rsatdilar, o'yin buzuqlik qilmaylar deb. Lekin baribir bo'lay, o'yin buzuqlik qilyapti. To'p kimda to'p? Xo'p. To'p Yutuda ekan, tak. Xo'p, kim bu? Kante ekan. Yana kimgadir Yutu jamoasidan uzatdi. To'p Yutu jamoasida. Xo'p, bular imkoniyatdan bir yaxshi foydalanolmay qoladi, o'shanga sal asabga tegadi, bormi? Kimdir nimadir qilib tepdi, gol uraman deb o'yladi, lekin kakayni bo'ldi, hurmatli do'stlar. Yaxshi. Chiroyli o'yin bo'lyapti. To'p Yutu jamoasida outni oldi. Xo'p, endi qarshi hujum bo'lib qolishi mumkin. To'p Zofa degan o'yinchida, ya'ni bizning bombardierimiz juda ham yaxshi o'yin ko'rsatadi. Ko'p o'yinchilarda, ko'p o'yinlarda zo'r o'yin ko'rsatishgan. Nimaga qarash kerak? Nima bo'ldi, hurmatli do'stlar? Xo'p, to'p kimda?
Yo'q, hurmatli do'stlar, yana surkatishdim. Men yomon asabiylashib ketdim. Nimaga? Qaytib o'ynash kerak. Bir-biringizni uzatib o'ynab. Ashuna qilib davleniyani oshirib yuborishadi, keyin nima bo'ldi desa? Keyin kayib yurardi, yo'q bo'lardi deyishadi. Top YouTube'da. Top YouTube'da o'rtoqlar. Yo'q, topni YouTube yo'qotdi. Topni YouTube yo'qotdi va menimcha offside ishlar yo'q. Out ekan, hurmatli do'stlar. Ikkita vaziyatdan foydalanish olmadi YouTube jamoasi. Hozir ko'ramiz endi, qanaqa bo'lar ekan, bu yog'i nima bo'lar ekan. Qaytib o'ynashdi, shu bolalar bor. Biz ham shu maktabda futbol o'ynaganimizda faqat qaytdan boshqa gap eshitmasdik. Bir hujumga chiqib qolsak, bolalar bir-biriga qayt bo'lar, to'g'risi. O'shanga mana trenerlar bilyapti, bizani, ya'ni YouTube jamoasining o'yinchilarini. Bittada chiqarib yuboramiz. Zo'r. Sekin chiroyli o'yna. Umid Sardor aka. Umid o'rtaga. Havo beringlar. Chiqmagan, yeklar chiqmaganmi? Yo'q. Ya men orqalari bilan tushganlar. Sabr qiling, hozir o'tadi. Nima bo'lyapti? Suv beringlar, suv. Ba'zida doktor bor ekan, chaqirib yuboringlar. O'zing bo'sh qo'y. Undoq qo'y. Og'rir bo'ldimi? Chiroyli o'yin tarafdorimiz dedim men boshida. Chunki bu sport. Sportda doimo hamma narsa bo'lishi mumkin. Noto'g'ri sakrash bo'ldi. Xavfli, opasniy sakralindi va noto'g'ri tushganini evaziga xullas yiqilib yo tirsagi bilan tegdi yoki qo'li bilan xullas tegib shunaqa tegmadi bu. Yana shtraf, yugur bu yoqqa yugur. Qaysi? Mikrofon munglangan? Buni nimaga tiqot? Men aytaman, doim gapirni, razdivalkada ham gapirni, chiroyli o'yin ko'rsat, adayni holingni uymas, ishkal qilma. Doim aytaman, g'alaba bilan mag'lubiyat yonma-yon. Chiroyli o'yna! Asabbuzarliklar ko'p bor. Bu o'zi birinchi taymda yaxshi o'yin, progressivni o'yin bo'ldi, lekin xullas do'stlar, birinchi taym tugadi. Sizlar bilan ikkinchi taymni ko'rishamiz. Hammaga xush kayfiyat, yaxshi nastroy. Le but d'une vie c'est de faire de la monnaie. C'est pas ton équipe et ton racolé. Toutes tes copines, ouais, on les connaît. À force de zoner, ouais, on les a rôlées. Je suis abattu, je perds le fil. Et t'as pas un euro, fais pas de deal. Et t'as pas un kilo, fais pas de deal. Hurmatli do'stlar, ikkinchi taym boshlandi. Birinchi hujum Brighton Gulobod jamoasi tarafidan bo'ldi. Zo'r hujum bo'ldi, lekin Zo'r. Жди, я тут пас. Xullas ham shilta qitishadi, mayli.
Bogomol, pozamaxu, Bogomol. Yaxshi o'yin bo'pti. Voy, lekin tegsa ham bor, lekin bor. Cho'chiman, duxumni bermadim. Sal bo'ldi-yu, no, yaxshi, yomon emas. Kameraga tegmadi asosiysi. Kamera teganda, lekin men tegadi deb o'yladim. Krupniro ol, krupniro ol. Katta pas o'ynaydi. Voy! Voy! O'rta. Zo'r. O'ziga. To'yir, anaqa bilan spikani o'qolsa, teskari tomonga. Chiroyli o'yin bo'pti, juda ham progressiv o'yin bo'pti. Qani, qarshi hujum hurmatli do'stlar, xabar vaziyat bo'lishi mumkin. Bitta. Ближе. Zo'r, krasab. Ochil. Baqirib o'tirishimiz ekan. Shtraf urilyapti. Voy. Berma to'pni. Oldiga tur. Berma. Qayt. Men bilaman. Ol. Uy, ortale, ko'ryapsizlarmi? Olle, cho'zma. O, qora kartochka olasanlar. Qoch. Zo'r o'yin bo'pti. O'rtoqlar juda ham progressiv o'yin bo'pti. Yutuni shunaqa odatlari bor-da, böyle gol urgandan keyin suyulib ketadi-da, keyin nechtadir o'tkazib yuboradi-da. Shu vaziyatni, shu holatda borib propuskat qilish kerak emas-da. Yo, naturi shunaqa familiyasi? Oti nima uni? Jamku, bratishka. Familiyasi Yomg'irchi. Yo, naturi shunaqa familiya. Ya, chichivormayman. Dodasi Yomg'irchi bo'lgan. Kirib gaplashishimiz kerak. Yomg'ir deyapman. Mantiga kirib gaplashadi. Keksa nima bo'pti? Men kamera tushdi. Normal. Choyni, короче. Voy. Nima bo'pti? Ey! Yotavermalar, ey! Tarkan, urmasang lekin oqizaman. Ruptop, твой! Voy! Lanch! Ana shunday. Yur. Uy, bala! Ber. Yerga. Voy! Ey! Korpus. Gaz-gazlar. Choyni. Shundaymi bu bola, ha? Sizga bugun o'ng taraf bilan turganmiz, dani. Uriylu hamma. Ber. Ol shani, nimadir bo'pti, peritorkali tunda-sunda, короче. Yo'q. Hatta chakvoradigan joy keldi o'rtoqlar. Yo'q, bor. Yaqinlash. Sizga bor. Bor sizga.
Güzeller. Spokojcie. Ya. Tushundim aka, bo'ldi. Tak hurmatli do'stlar, o'yin tugadi, stadion sveti o'chdi, tan joningiz sog' bo'lsin. Neki orzu niyat maqsad reja qo'ygan bo'lsanglar, Allohning o'zi hammasiga yetkazsin sizlarni. Biz o'rtoqlik uchrashuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Ладно, шутки шутками. Во-первых, дамы и господа, все наши болельщики, все люди, которые сегодня нас поддерживали, поздравляю всех с победой. Короче, o'yin zo'r bo'ldi. O'yinchi komandadagi hamma bolalarga rahmat deymiz. Saperniklarga ham rahmat deymiz. Bu kechda xudo xolasa Real Madrid darajasiga chiqamiz. Xo'p, hammaga avvalambor assalomu alaykum. Ismim Diyor, familiyam Masharipov, levi zashida yuguraman. YouTube jamoasida. Bugun keldik, Brightonga qarshi o'rtoqlik uchrashuv o'tkazdik. Bir gap bilan aytganda, sababini qildik. Alloh tomonidan yuzimiz yorug' bo'ldi va g'alaba qozondik. Hammaga rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun akalar bilan o'ynadik. Sababni qildi, alhamdulillah yutdi. Omad tilayman hammaga. Rahmat. Bugun YouTube bilan bizda o'rtoqlik o'yini bo'ldi. Zo'r, agressiv, haqiqiy futbol bo'ldi bizda. Orada urush janjallar bo'ldi. Bu futbolda bo'ladigan emotsiyalar tabiiy holat. Yana mana shunaqangi bir o'rtoqlik o'yinlariga biz takliflarni kutib qolamiz. YouTube'ga omad. Aka, nima deb berayman? Uni gapiraymi? Bugungi o'yin zo'r bo'ldi. YouTube jamoasiga rahmat. Avvalgi rostigasin bay o'yin bo'ldi. Ya'ni ko'nglimiz to'ldi. Rahmat hammaga. Xudo xolisa keyingi safar yana chiroyli o'yin qilib beramiz aka. Bugun ozgina qizishmovchilik bo'lib ketdi. O'shaning uchun xudo xolisa hammasi zo'r bo'ladi. Do'stlar, ro'pa-rosa 10 minutdan keyin 11 bo'ladi. Biz hozir o'yinni tugatdik. Shot 3-0 yaxshi o'yin bo'ldi. Komandaga men o'zimni komplimentlarimni aytaman. Juda ham tez yugurishar ekan. To'g'ri, qiziqishgan momentlar, buvayt taki momentlar, no avvalambor men aytaman, komandani men yig'ayotganimda har doim bolalarni birinchi insoniyligiga qarayman. Agar человеческий качестволар yaxshi bo'ladigan bo'lsa, meni komandamda o'ynaydi. Agar как человек гнилой bo'lsa, hech qachon meni komandamda o'ynamaydi. Ko'rishguncha xayr, bizning kanalimizga obuna bo'ling, chunki biz futbolni yangi darajaga chiqarishda harakat qilyapmiz va sizlarga emotsiya berishga harakat qilyapmiz. Eng qiyin narsa nima? Bu emotsiya. Chunki biz sizlarga emotsiya beramiz, asli u emotsiyalarni olasizlar. Hurmatli do'stlar, hammaga xush kayfiyat. Xullas, o'yin yakunlandi. 3-0 hisobida YouTube Media jamoasi g'alaba qozondi. Men o'z o'yindan oldin va'da berib qo'yganman. Qaysidir komanda g'alaba qozonadigan bo'lsa, o'sha jamoaga iftorlik qileraman deb. Lekin Media jamoa, ya'ni YouTube Media jamoasi g'alaba qozondi. Ertaga takoy iftorlayman. Bizni keyingi uchrashuvlarda chiroyli o'yin ko'rsatishga va'da qilamiz. Ko'rishguncha xayr.